Bir bir bir. Bir bir bir. Bir bir bir. Bir bir. Bir 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 bir. Bir 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 bir. Bir bir bir. Bir bir bir. Bir 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 bir. Bir bir bir. Bir 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 bir. Ne zorluyorsun? Bunu bana oraya. Onde querem uma das três. Tem que ter tecnologia. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ismoil, yaxshimisiz? Bir 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 bir. Abi tekshirishga. Ismoil, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sen doğru yaptın. Ismoil, yaxshimisiz? Ovozimiz boryapti ustoz. Ovozlaringiz kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bo'ldi, yaxshi. Ozgina ichida uzun so'raveradi. Telegramda bo'lsin. Siz tashlavorsiz. Tushunmayapti. Onun için foyd var, onu yetiştirsin. Telegramda var ya, Telegramda oklar var ya. O, Robert Stol'ya. Tamam. Yaxshimisiz? Qaysi bu? Telegramda. Shu. Ha, Telegramda. Uzoqlashtiradi Zohidjon. To'xtab turing hozir. Qani? Taqdimot qaysini ustoz? Robotlarni ko'rdim. Bir aylanib yaxshi. Robotlarga chiqingda bor. Nega to'xtab aylantiryapti? Ha, pul keldi.
Qaysi? Bu mana shu tagida, zo'rg'a tagiga Shuni? Shuni? Shu oxiriga Yo'q. Uzoqlashtirib uzoqlashtiruvchi keyin ko'rishadi. Shularga o'chib ko'rgan. Shu meni bosam ketib qoldi. Ma'lumotni sekinlamagan jo'natib, emaslik. Nima qo'shib beryapti? Infrastruktura harakat nima qilamiz? Drone so'lini toplaylik, deb aparatga uslub tasdiqladi. Mana shunday bo'lsa, yana tortyapti. Bo'lyapti. Manimcha nimaga qo'yib qo'yilmagan? Bu odam yuziga teri yoqib qo'yilgan videoda. Videoda yoqib qo'yilgan odam yuziga. Qolyapti. O'sha fleshga zoomga kiraydi, zoomni Video nasrikasiga videoda. Pastdan mana yaxshi ishlaydi. Nasroyga. Mana bitlarni qaysidir o'chirib qo'yish kerak-da. Ana. Qolyapti-da. taqdimotini chiqarib Ishlari. yo'q paytda mana turmaydi-ku o'zi.
Assalomu alaykum. Ularning kengash a'zolari. Mana Qo'qon davlat universitetida bir necha yildan buyon turgan bugun Qo'qon davlat universitetida ochilgan ham tabobatchi va Xalqaro kimyo bo'yicha hisoblashgan kengashning bugungi himoyasini yig'ilyapmiz. Avvalambor yana bir marta hammalaringni bugungi himoya bilan tabriklayman. Kengash ochilgani bilan, kengashning faoliyati boshlangani bilan va bugungi birinchi himoya bilan. Hurmatli kengash a'zolari, bugungi kengashimizda tartibi bo'yicha demak hizbdan raisga aloqadorligi qarindoshchilig'i bo'lganligi uchun direktorni buyrug'i bilan kengash bo'g'inligiga kengashda ovoz berish vakolati berilgan. Shuning uchun so'zni demak kengash raisiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi PhD 03/08/05/2020 karta 130 raqamli ilmiy kengash 15 nafar a'zolardan iborat. Bugungi majlisda kengash a'zolaridan 15 nafari, shu jumladan 14:00 va xalq tabobatda ixtisosligi bo'yicha 5 nafar fan doktorlari qatnashmoqda. Kvorum majlisni ochish uchun yetarli vakolatga ega ilmiy kengash majlisini ochish mumkin degan taklif bor. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman, ovoz berishlaringizni so'rayman. Bir ovozdan taklif qabul qilindi, majlisni ochiq deb e'lon qilindi. Hurmatli kengash a'zolari, bugungi majlis kun tartibi bilan tanishtiraman. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengashning 2025-yil 11-oktyabrdagi 3-son majlisning kun tartibi. Birinchi, Qo'qon davlat universiteti shtatlarida Xo'jayev Nafisa Hamtoshligining 14:00 xalq tabobati ixtisosligi bo'yicha olg'i dori usulining kimyoviy tarkibi, farmakologik xususiyatlari va tabobatda qo'llanilishi mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishining muhokamasi. Ikkinchi, turli masalalar. Kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Qabul qilinsin degan taklif bo'lyapman. Ovozga qo'yaman. Kim ushbu taklifga rozi? Qarshilar? Mikrofon yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Xo'jayev Nafisa Hamtoshligining 14:00 va xalq tabobatda kimyo ixtisosligida olg'i dori usulining kimyoviy tarkibi, farmakologik xususiyatlari va tabobatda qo'llanilishi mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasi e'lon qilinadi. Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi Qo'qon davlat ilmiy rahbar Abdug'aniyev Baxtiyor Yormuhammadovich, kimyo fanlari doktori professor. Rasmiy abonentlar Hojimatov Maqsadbek Mo'yinovich, kimyo fanlari doktori professor. Mamatqulova Surayyoxon Abdusamadovna, kimyo fanlari doktori dotsent. Yetakchi tashkilot Namangan davlat universiteti. Talabgorning shaxsiy jildi materiallari bilan talabgor topshirgan hujjatlarining asosiy mazmuni va ularning belgilangan talablarga qay darajada muvofiq kelishi bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy kotibi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Valiyevga beriladi. Assalomu alaykum. Undayda Arslon Toshkentga Farg'ona viloyati Toshkent tumanida tug'ilgan Millat O'zbek oilaviy ishlar xabarnomasi 1987-93 Farg'ona davlat universiteti kimyo pedagogika fakultetida talabasi. 1992-96 yilda O'zbekiston tumani 17-maktab kimyo fan o'quvchisi. 2002 yilda 6-maktab kimyo fan o'quvchisi.
Keyin 10-20 kişi Oradan bana bioloji institutu. Bioloji kağıtlarını biraz okumuştu. 22 yıllarda bu kağıtların hep okumuştu. 23 yılda Mobaylı'da. Askol kağıtlarını staj olarak yapmıştı. 23 yıldan başladı. Tolgu'ya kadar. Onları biliyorsunuz. Kağıtlarını sayacaklar. Tadbirkorning shaxsiy hujjatlari 20 yilda. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzurida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan talab qilinadigan barcha hujjatlarni olib va ular belgilangan talablarga javob beradi. Talabgor o'rnatilgan tartibda malakali imtihonlarni topshirgan va quyidagicha baholangan. Mutaxassislik fani, xalq taolomat ixtisosligi bo'yicha 90 ball, chet tili, ingliz tili fani bo'yicha 70 ball. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 20 ta ilmiy kitob o'qildi. Jumladan, Oliy attestatsiya komissiyasining tegishli dissertatsiyalar asosiy natijalarni tavsiya etilgan ilmiy natijalar olti maqolasi nashr etildi. Xo'jayev Nafisxon Toshkentga Sekretariat sekretori oldin da'vo usulining kimyoviy tarkibi, bunaqalarning xususiyatlari va da'volarda qo'llanilishi mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi 14 xalq taolomat ixtisosligi bo'yicha Qo'qon davlat universitetida bajarildi. Milliy rahbari kimyo fanlari doktori professor Abdug'aniylik Muhammad. Xo'jayev Nafisxon Toshkentga shaxsiy hujjatlarida dissertatsiya himoya qilishga zarur bo'lgan dissertatsiya haqida ilmiy kengash ko'rsatmasi hamda Ziyonat ta'lim portalida joylashtirildi. Bundan tashqari, kerakli ma'lumotnoma, dissertatsiya ishida himoyaga qabul qilinish to'g'risidagi ariza, pasport nusxasi, ma'lumotlar haqidagi diplom nusxasi, o'tkazilgan ilmiy seminarlar bayonnoma, konkurslar, ilmiy ishlar ro'yxati, ilmiy ishlarning nusxalari, hamkorliklarning yozma rozilik xatlari va boshqa hujjatlar mavjud. Shu hujjatlar universitet talablariga mos keladi. Talabgorning shaxsiy ijodkor bo'yicha savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, so'z dissertatsiya ishining mohiyati va asosiy holatlarini bayon etish uchun talabgor Xo'jayeva Nafisxon Toshkentga beriladi. Reglamentga muvofiq 20 minutgacha. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raislar, domlalar, hurmatli professor o'qituvchilar. Mening bugungi mavzuyim Veterinariya sevizli usullar va usulligining kimyoviy tarkibi, serologiya faolliklari hamda tabobatda qo'llanilishi. Ilmiy rahbarim kimyo fanlari doktori professor Abdug'aniy Baxtiyorjon Yormuhammadovich. Dunyo bo'ylab dori o'simliklarning xalq tabobatidagi samarali qo'llanishiga tayangan holda ularning kimyoviy tarkibini o'rganish, ularning asosida tabiiy biologik faol birikmalarni ajratib olish, inson salomatligi uchun foydali va xavfsiz oziq-ovqat hamda dorivor mahsulotlarni ishlab chiqarish bugungi kunda ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb masalalardan biridir. O'simliklarni turli o'sish davrlaridagi kimyoviy xususiyatlarini o'rganish orqali ularning tarkibida mavjud bo'lgan biologik faol moddalar, tiklanchi metabolitlar, mineral va boshqa foydali birikmalarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Shuning bilan birga ajratilgan birikmalar ustida maqsadli farmakologik tekshirishlar ham ilmiy hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarishning bosh omillari hisoblanadi. Respublikamizning dorivor o'simliklarida boy florasi borligi, floraning aksariyat vakillari xalq tabobatida muvaffaqiyatli qo'llanilishi, turli hududlarda o'suvchi o'simliklarning kimyoviy tarkibini zamonaviy usullar bilan kimyoviy tekshirish, yaqqol fiziologik faolliklar namoyon qiladigan birikmalarni ajratib olish, ular asosida biologik qo'shimchalar, biologik faol qo'shimchalar va dori vositalarini olish borasida muayyan natijalarga erishilmoqda. Muammoning o'rganilganlik darajasi. Veterinariya sevizli o'simligiga mas'ul bo'lgan o'simlik turlari kimyoviy tarkibini, biologik faolligini o'rganish sohasida xorijning yetakchi ilmiy izlanish markazlarida bir nechta olimlarimiz Simur, yana Muhammadiyev va boshqa olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan.
Bulardan tashqari endi mamlakatlar davlatlarda Tursunboy, Kaltbekova, Musayeva, Shaula, Kulxanova o'simliklarning ekstraktlarini o'rganish borasida tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'zbekiston mazkur turkum o'simliklarning kimyoviy tarkibini, jumladan Litillaria Karalkovia, Severziviy o'simligining alkaloidlarini fizik-kimyoviy va farmakologik o'rganishlar natijasida Kulkova, Samikov, Shakirov, Abdullayeva, Nuriddinov, Saidxo'jayev, Ashxo'jayev, Turg'unov, Safayeva kabi olimlar tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq O'zbekistonda o'sadigan Litillaria Severz o'simligining alkaloidlaridan boshqasini birikmalari, flavonoidlari, vitaminlari, oqsillari va aminokislotalari kimyoviy elementlarini o'rganilmagan hamda ushbu o'simliklarni kimyoviy tarkibi asosida standartlash yuzasidan tadqiqotlar amalga oshirilmagan. Shuningdek, ushbu o'simlikning an'anaviy tabobatda qo'llashining ilmiy asoslari o'rganilmagan. Tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda o'suvchi Litillaria Severziviy o'simligi tarkibidagi flavonoidlar, vitaminlar, oqsillar, aminokislotalar, polisaxaridlar, makro mikroelementlarni o'rganish, aniqlash, o'simlik ekstraktlarining farmakologik xususiyatlarini o'rganish hamda natijalar asosida biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari demak Litillaria Severziviy o'simligining yer usti qismlaridagi oqsil o'rganilgan ekstraktlarni olish, ular tarkibidagi oqsillarni o'rganish, demak yuqori samarali suyuqlik xromatografiyalarida flavonoidlarni aniqlash, o'simliklarni turli organlarda saqlovchi vitaminlarni sifat va miqdoriy jihatdan aniqlash, o'simlikni aniqlangan kimyoviy tarkibi ekstraktlar olish, fraksiyalarini o'tkir zaharlik demak ko'rsatkichi bo'yicha toksik darajasini hamda in vivo sharoitda fiziologik faollik turlarini aniqlash, biologik faol qo'shimchani standartlash va undan amalda foydalanish imkonini beruvchi me'yoriy hujjatlar ishlab chiqarishdan iborat. Tadqiqotning obyekti O'zbekistonda o'suvchi Litillaria Severziviy o'simligining turli organlari va ularning tarkibidagi biologik faol birikmalar tanlangan. Tadqiqotning predmeti Litillaria Severziviy o'simligining biokimyoviy, fitokimyoviy, toksikologik, farmakologik xossalarini hamda kimyoviy tarkibi asosida standartlashni tashkil etadi. Tadqiqotning usullari dissertatsiya bajarishda o'simliklardan birikmalarni ajratishda ekstraksiya, tozalash, dekantatsiya, fraksiyalash, gidroliz, yuqori qatlamli xromatografiya, yupqa qatlamli suyuqlik saqlash xromatografiyasi kabi usullardan foydalanilgan. Tadqiqotning obyekti O'zbekistonda o'suvchi Litillaria Severziviy o'simligining turli organlari va ularning tarkibidagi biologik faol moddalar birikmalarini tanlangan. Tadqiqotning predmeti Litillaria Severziviy o'simligining fitokimyoviy, toksikologik va farmakologik xossalari hamda kimyoviy tarkibi asosida standartlashni tashkil etadi. Tadqiqotning usullari ilmiy yangiligi demak ilk bor Severziviy o'simligi tarkibidagi flavonoidlar, vitaminlar, yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida demak yordamida moddalarni demak o'simlik organlari kesimida alohida o'rganilgan, miqdoriy baholangan, natijada ushbu o'simliklarning va ikki vitaminning yuqori darajada ekanligi, manbai ekanligi aniqlangan. Litillaria Severziviy o'simligining oqsil moddalari va ularning aminokislota tarkibi birinchi marta aniqlangan hamda uning asosida o'simlikning yer osti qismi oqsillari tarkibida barcha muhim aminokislotalar mavjudligi isbotlangan. Litillaria Severziviy o'simligining tarkibida kaliy, kalsiy, magniy, natriy kabi 30 ta aminokislotalar, mikroelementlar, makro va mikroelementlari sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari aniqlangan. O'simlik yer osti qismi ekstraktining fraksiyada o'tkir zaharlik ko'rsatkichlarini o'rganish natijasida uning DL ko'rsatkichi 336 milligram kilogramm ekanligi aniqlangan. Bu ko'rsatkich orqali fraksiyaning o'tkir zaharliligi jihatdan kam zaharli moddalar guruhiga, ya'ni 4-sinfga kiritishi isbotlangan.
Olingan fraksiyaning giperprotektorlik faolligi fosfor preparatiga nisbatan qiyosiy o'rganilgan. Natijada Fritillaria sevezo o'simligini demak ekstraktning 25 milligram doza berilishi hayvonlardagi zaharlanish holatini birmuncha yaxshilab, zaharlanish alomatlarini bartaraf etilayotganligi hamda sog'lom hayvonlardagi biokimyoviy ko'rsatkichlarga yaqin qiymatlarga kelish orqali preparatning yaqqol terapevtik samaraga ega ekanligi ochib berilgan. Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat. Fritillaria sevezo o'simligi yer osti qism moddalari asosida giperprotektor faollikka ega bo'lgan naf'ol biologik faol choy ishlab chiqarilgan. Naf'olni ishlab chiqarish uchun texnologik guruhnoma ishlab chiqilgan. Mahsulotni klinik amaliyotda qo'llash uchun sanitariya epidemiologik xulosalar olingan. Demak, tadqiqot natijalarining ishonchliligi ajratib olingan moddalarni tadqiq qilishda zamonaviy fizik tadqiqot usullaridan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyalari va standart moddalardan taqqos usullardan foydalanganligi hamda olingan natijalar oxirgi yillarda chop etilgan jahon adabiyotlaridagi ma'lumotlar bilan qiyoslangan holda tahlil qilinganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati O'zbekistonda o'suvchi Fritillaria sevezo o'simligining kimyoviy birikmalari, makro mikroelementlari, oqsillar hamda ularning aminokislotalar tarkibi, suvda eruvchi vitaminlari, flavonoid, polisaxaridlari hamda ularning monosaxarid tarkibi, sanab o'tilgan moddalar guruhining sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari, shuningdek o'simlikdan ajratib olingan birikmalarning biologik faolliklarini aniqligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Fritillaria sevezo o'simligining kimyoviy tarkibini aniqlash, ajratilgan moddalarning biologik faolligini aniqlash bo'yicha olingan ilmiy natijalar asosida O'zbekistonda o'suvchi Fritillaria sevezo o'simligining kimyoviy komponentlarini sifat va miqdoriy o'zgarishi yuzasidan qo'llanilgan usul va uslublar. Demak, o'simlikning hasharotlar tarkibidan yangi biologik faol birikmalarni ajratib olish, tozalash, individual birikmalarga ajratish va ular asosida yangi hosilalarni sintez qilish hamda biologik faolliklarni o'rganish mavzusidagi ilmiy tadqiqotlar dasturi bajarishda foydalanilgan. O'simligimiz asosida faol shifobaxsh choyni ishlab chiqish uchun raqamli texnologik yo'riqnomalar olingan, ishlab chiqarib, ro'yxatga olingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi tibbiyot boshqarmasining sanitariya epidemiologik nazorat boshqarmasi tomonidan xulosalar olingan. Demak, ushbu tur birinchi marotaba o'simlik morfologiyasi berilgan birinchi marotaba Fritillaria sevezo nomi bilan Rigel tomonidan 1868-yilda fanga kiritilgan. Keyinchalik 1873-yilda Korolkov sevezo Rigel muallif tomonidan qayta nomlangan. Morfologiyalari berilgan. Fritillaria sevezo o'simligi organlarining umumiy oqsil miqdori. Umumiy oqsil miqdorlari demak o'simlik yer ustki qismi piyozlari, yer ustki qismi poyasi, bargi, gullari tarkibidagi umumiy oqsil miqdorini aniqlash, Kelder usuli bo'yicha azotni aniqlashdan so'ng aniqlangan azotni oqsilga nisbatan qayta hisoblashdan iborat. Diagrammada demak ko'rinib turibdiki, o'simlik demak gullarining oqsillari miqdor jihatdan 13,93% tashkil etadi. Ko'rsatkich bilan yaqqol ustunlikka ega ekanligini ko'rish mumkin. Kamayib borish tartibida ildiz poya ketma-ketligi namoyon bo'ladi. Fritillaria sevezo o'simligi yer osti qismining aminokislotalar tarkibi jadvalda berilgan. Bunda demak aniqlangan 20 ta aminokislotalarning 8 tasi almashinmaydigan aminokislotalarga mansub. Namunaning tarkibida aminokislotalar miqdorining tahlili shuni ko'rsatadiki, nisbatan asparagin kislota, serin, glitsin, sistin, arginin, alanin va prolin aminokislotalari boshqa aminokislotalarga nisbatan ko'proqdir. Alifatik aminokislotalarga demak miqdori nisbatan yuqori bo'ladi va sistin moddalari aminokislotalari miqdori nisbatan yuqori bo'ladi. Fritillaria sevezo o'simligi ildizda aniqlangan aminokislotalar miqdorlarining ortib borishi ushbu jadvalda keltirilgan. Fritillaria sevezo o'simligi piyozlari suvli ekstraktlarining aminokislotalar tarkibi. Demak, Fritillaria sevezo o'simligi yuvilmagan piyozda leysin, glitsin, glutamin, asparagin, tirozin, sistin, asparagin kislotalari kabi suvli ekstraktlarga o'tib, erib o'tmaydi.
aniqlangan aminokislotlar miqdorlarini ortib borish tartibida ketma-ket joylashganligi quyidagicha graf hosil bo'ladi. Filtrlar sevimli o'simligi ildizi suv ekstraktidan ajratilgan aminokislotalar miqdorlarining ortib borish dinamikasi umumiy hosillarning aminokislot tarkibi bo'yicha olingan natijalardan ko'rish mumkinki, ushbu o'simlik turi dorivor va ozuqaviy qo'shimcha sifatidagi qiymati ular asosida yangi biofaol mahsulotlar olish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Filtrlar sevimli o'simligi turli organlar tarkibidagi flavonoidlar va ularning miqdoriy ko'rsatkichlari milligramm, demak 100 grammda berilgan. Demak, flavonoidlar, rubin, gluten, demak, jadvallari berilgan. Filtrlar o'simligining flavonoid tarkibini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, o'simlikni ildizida robinin, quercetin, izoramidin, 3 glyukoza kabi flavonoidlar mavjud bo'lib, ular o'simlik yer ustki qismida aniqlanmadi. O'simlik ildizi namunasida aniqlangan va miqdoriy jihatdan ikkinchi bo'lib turgan element flavonoid bu apigenin bo'lib, o'simlikni yer ustki qismining barcha organlarida boshqa flavonoidlarga nisbatan ko'proq miqdorda demak mavjudligi aniqlandi. Ayniqsa o'simlik bargi va gulida apigenin flavonoid miqdorda aniqlangan. Filtrlar sevimli o'simligi yer osti qismi tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar miqdorining analizi natijalari. Demak, dorivor o'simliklarning biofaol birikmalarining yana bir sinfi bu vitaminlar bo'lib, ularning organizm hayotiy faoliyatidagi biokimyoviy o'rni beqiyos hisoblanadi. Shu sababli filtrlar sevimli o'simligining vitaminlari demak tarkibi o'rganib chiqilgan. Filtrlar yer ustki qismida B2 vitamini yuqori darajada bo'lishi, demak ushbu o'simlikning turidan biofaol mahsulotlar olish samarali bo'lishidan darak beradi. Filtrlar sevimli o'simligining uglevodlarining monosaxaridlar tarkibi, demak bu o'simlikning uglevodlar tarkibi batafsil o'rganish uchun galaktomannalar, suvda eruvchan polisaxaridlar, pektin moddalari, gemissellyulozalar kabi guruhlarda demak ko'ra bularda aniqlandi. Tadqiqotlar uchun filtrlar sevimli o'simligining yer osti qismi, poya, barglari birgalikda hamda gullari olindi. Demak, pektin moddalari va gemissellyulozalar o'simliklarning yer ustki qismida ko'proq to'plangan bo'lib, mos ravishda 3,7% tashkil etadi. Glyukan moddasi unchalik katta bo'lmagan miqdorlarda yer osti qismida aniqlandi. Yer ustki organlarida esa asosan arabinogalaktanlar mavjud bo'ladi. Filtrlar sevimli o'simligining ajratilgan suvda eruvchi polisaxaridlar va pektin moddalarining titrametrik ko'rsatkichlari ushbu jadvalda keltirilgan. Demak, pektin moddalari titrametrik analiz qilinganda ularning past darajadagi nitrifikatsiyalangan birikmalar ekanligini ko'rish mumkin. Filtrlar sevimli o'simligining turli organlaridan ajratilgan polisaxaridlar va ularning monosaxaridlar tarkibi tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, suvda eruvchi polisaxaridlarning miqdori o'simlikning yer ustki organlariga qaraganda piyozlarda ko'proq to'planadi. Ularning demak tuzilishiga ko'ra arabinoglikogalaktanlar sinfiga kiritiladi. Pektin moddalari va gemissellyulozalar o'simliklarning yer ustki organlariga nisbatan ko'proq demak miqdorda saqlanadi. Ajratilgan polisaxaridlar monosaxarid tarkibiga ko'ra heteropolisaxaridlar turkumiga kiradi. Pektin moddalari esa turli darajada nitrifikatsiyalangan pektin moddalar qatoriga kiradi. Filtrlar sevimli o'simligi tarkiblarida ajratilgan suvda eruvchi polisaxaridlar va pektin moddalarining gemissellyulozalar infraqizil spektrlari tahlili ushbu jadvalda ko'rsatilgan. Bunda namunadagi infraqizil spektrlarda turli intensivlikka ega bo'lgan bir turdagi yutilish sohalari kuzatiladi. Filtrlar sevimli o'simligi demak umumiy kul miqdorlari. Kul miqdorlari demak namuna sifatida ildizi, poyasi, bargi, guli namuna sifatida olingan, umumiy kul miqdorlari aniqlangan. O'simlikning umumiy kul miqdorlarini o'simlik organlari bo'yicha taqsimoti.
Ventilyatsiya o'simligini turli organlarda yer usti qismlari, barglari, gullari alohida holatda gul miqdorlari aniqlandi. O'simlikning gulida eng kam foiz tashkil etadi. Gulga ega bo'lishi namoyon bo'ladi. Miqdor bo'yicha keyingi o'rinda qoyalari 8,87%, yer osti qismida 12,81%, eng yuqori ko'rsatkich demak barglari tegishli bo'lib, undagi qoldiq miqdori 13,29% tashkil etadi. Ventilyatsiya o'simligi poyasi va uning suvli ekstraktining makro mikroelementlari. Demak, bu yerda ventilyatsiya o'simligining piyoz namunasi va suv bilan ekstraksiya qilinganda, so'ng quritilgan o'simlik piyoz namunasi makro va mikroelementlarini solishtirish shuni ko'rsatadiki, demak, kaliy, kalsiy, fosfor, magniy kabi elementlar demak miqdor jihatdan demak o'simlik poyasida ko'proq bo'ladi. O'simlik poyasi yuvilgan ekstraktda miqdor jihatdan sezilarli darajada kamayganini ko'rish mumkin. Namunalar tarkibi kaliy elementining diagrammalari. Piyoz namunasi yuvilgan piyoz namunasiga oid suvli ekstrakt smolasiga oid natijalar olingan. Kaliy elementining aniqlangan miqdori tabiiy piyoz, yuvilgan piyoz, suvli ekstrakt smolasi tarkibida o'zaro mos ravishda jadvallar berilgan 226,376 dan 38,446 milligram qiymatda o'zgarish qayd etilgan. Bu holat piyozni suv bilan yuvilgandan keyin kaliy elementining suvga demak suvli eritmada katta miqdorda erib o'tganligidan dalolat beradi. Buning isboti sifatida suvli ekstrakt smolasida kaliyning miqdor jihatdan keskin ko'payganligini ham aytish mumkin. Demak, o'simlikni ortiqcha yuvish ham maqsadga muvofiq emas. Ventilyatsiya o'simligini yer usti qismlarida makro mikroelementlari demak jadvallar berilgan. Barcha organlarda demak makroelementlari jadvallar Ta'lim orqasida ketmaylik yangi qilgan. Zaman ta'limmas ketmaylik yaqiniga boradi. Demak, o'simlikdan ajratib olingan fenol moddalar yig'indisining o'tkir zaharligi o'rganish natijalarida o'simlikning yer ustki qismlari makro elementlari demak barcha organlardagi elementlar ko'rsatilgan. Kaliy va magniy elementlar demak o'simlik elementlari o'simlik ildizi bargida, tanasi va barg gullarida ko'proq, ammo temir miqdori ildizdan bargiga o'tgan sari kamayib borishi hamda o'simlik gulida umuman uchramaganligi demak aniqlandi. Ventilyatsiya o'simliklardan ajratib olingan fenol moddalarining yig'indisining o'tkir zaharliligini o'rganish natijalari. Demak, o'simlik ildizi ajratib olingan etil asitli fraksiyasi ikkilamchi metabolitlarini 100-200 kilogramm dozada demak yuborilganda 14 kunlik kuzatuv davomida umumiy holat va harakatlarda sezilarli o'zgarishlarga olib kelmadi. O'rganilayotgan moddaning 300, 400, 500, 600 kilogrammda dozada yuborilgandan keyin 5-7 daqiqa o'tgach modda hayvon umumiy holatining yengil demak tushkunligi va 60-80 daqiqa davomida harakat faolligini cheklanishiga olib keldi. Tajriba hayvonlarning o'limi kuzatilmadi tajribada. Moddalarning 700 milligram dozada yuborilganda 6 dona hayvondan 1 donasida o'lim holatlari kuzatildi. Dozani har 25 milligram ko'targanda bittadan hayvonlar nobud bo'la boshladi. Dozani demak oshirilganda 5-10 daqiqa ichida hayvonlarning 100% o'limiga sabab bo'ldi. Moddalarning ortiqcha o'lim dozasi ildek ko'rsatkichi Resfit va Uilkson usulida aniqlandi.
Gapiryapman. Xulosa ketaman. Demek, Napol shifobaxsh choyini ishlab chiqarish va tabaqda qo'llanilishi, demak, natijalari keltirilgan. Bunda ikkita nimada klinikada olib bordi, natijalari ko'rsatilgan. Ilova qismida bor. Endi xulosalar qismiga keladigan bo'lsak, Veterinatsiya o'simligining kimyoviy tarkibini o'rganish, undagi biofaol kimyoviy komponentlarni, farmakolog faolliklarni aniqlash hamda aniqlangan samaradorlik faollik asosida shifobaxsh mahsulotlar ishlab chiqarish yuzasidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi. Birinchisi, Veterinatsiya sevizi o'simligi tarkibidagi flavonoidlar va vitaminlar yuqori miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida o'simlik organlari kesimida alohida o'rganilgan hamda miqdoriy baholangan. Natijada ushbu o'simlikning B2 vitaminining yuqori miqdordagi manba ekanligi isbotlangan. Veterinatsiya sevizi o'simligining oqsil moddalari miqdori ildizida 7,782%, foyasida 3,044%, barglarida 8,681% va gullarida 13,93% miqdorida oqsil moddalari saqlanishi hamda ularning aminokislotlar tarkibini birinchi marta aniqlanganligi hamda uning asosida o'simlikning yer osti qismi oqsillar tarkibida barcha muhim aminokislotlar mavjudligi isbotlangan. Uchinchisi, Veterinatsiya sevizi o'simligining turli organlaridan ajratilgan polisaxaridlar va ularning monosaxaridlar tarkibi birinchi bor tahlil etilgan bo'lib, natijalarga ko'ra suvda eruvchan polisaxaridlar tuzilishiga ko'ra arabidan glukogallaktanlar sinfiga kiritilishi ko'rsatib berildi. Ajratilgan polisaxaridlar monosaxarid tarkibiga ko'ra heteropolisaxaridlar turkumiga kirishi, pektin moddalari esa quyi darajada identifikatsiyalangan pektin moddalari qatoriga kiritilishi infraqizil spektroskopiya yordamida isbotlangan. To'rtinchisi, demak, o'simlikning yer osti qismi ekstraktlarini demak, etil oksatli fraksiyalarini o'tkir zaharli ko'rsatkichlarini o'rganish natijasida uning 50 ko'rsatkichi 736 mg/kg ekanligi isbotlangan. Bu ko'rsatkich orqali fraksiyaning o'tkir zaharliligi jihatidan kam zaharli moddalar guruhiga kirishi, sinfiga kiritish isbotlangan. Beshinchisi, olingan fraksiyaning gepatoprotektor faolligi fosfoglik preparatiga nisbatan qiyosiy o'rganilgan. Natijada Veterinatsiya sevizi o'simligi ekstraktining 25 mg dozda berilishi hayvonlardagi zaharlanish holatini birmuncha yaxshilab, zaharlanish alomatlarini bartaraf etilayotganligi hamda sog'lom hayvonlardagi biokimyoviy ko'rsatkichlarga yaqin qiymatlarga kelishi preparatning yaqqol terapevtik samaraga ega ekanligi ochib berilgan. Oltinchisi, amaliy tadqiqotlar natijasida Veterinatsiya sevizi o'simligi yer osti qismi biofaol moddalar asosida nafol shifobaxsh choyi retsepturasi ishlab chiqildi hamda davolash va profilaktik maqsadlarda qo'llash uchun mahsulot sanitar me'yorlar va qoidalar talablariga mosligi isbotlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi tibbiyot boshqarmasining sanitar epidemiologik nazorat boshqarmasi tomonidan 023-476 sonli xulosasi olindi va biologik faol mahsulotlar sifatida amaliyotda qo'llashga ruxsat etilgan. Keyingi ilovalarda nimalar ma'lumotlari, zakljucheniyalar berilgan bor. Kengash a'zolari ma'lum yakunlandi. Marhamat, bajarilgan ish yuzasidan kimda talablarga savollar bor? Marhamat, Assalomu alaykum. Savol paydo bo'ldi. Bir savolim bor edi. Sizdan oldin o'rganilgan, agar o'rganilgan bo'lsa, siz ishingizni ulardan farqi nimada? Birinchi savol. Bunga javob beradi? Rahmat, Veterinatsiya sevizi o'simligini demak bizdan oldin ham o'rganishgan.
Ushbu o'simlikni yer osti qismi alkaloidlar tarkibi o'simlik moddalari kimyosi institutida 20 ta aminokislotalar tarkibi o'rganilgan. Lekin ildiz qismi o'rganilmagan. Ikkinchi savol. Mana bizga ma'lumki, hozir siz mana Nafol degan shifobaxsh fitochoy ishlab chiqaribsiz. Bu fitochoy gepatit A, Blarga davo ekan. Hozir ayniqsa B juda ko'p, chunki mani bolalarim bilan nima qilgan, sizda dori topilgan, Eronda dorisi, lekin Bga yo'q. Mana shu masalada shu borganimda nima qilganman. Hop, siz bu shoyi ishlab chiqarishingizda o'simlikni xomashyo bazasi yetarlimi? Nima deysiz? Rahmat savol uchun. Demak, filtrlar sevizi o'simligini asosan Toshkent viloyati Angren tog'larida demak zaxiralari mavjud. O'simlik piyozdan ko'payishi bilan birga uni pishgan urug'lar to'kilish hisobiga ko'payadi hamda gepatit A, B shakllarida foydali jihatlari bor. Demak, bazasi yetarli. Bazasi yetarli. U tugamaydi. Piyozdan ko'payadi hamda pishgan urug'lar to'kilish hisobiga ko'payish ehtimoli katta. Zaxiralar. Assalomu alaykum. Kengashlarda a'zolari. Biz ijtimoiyatni eshitdik. Keng ko'lamda ish bajarilgan. Menda bitta savol bor. Hurmatli deputat, farmakologiya tadqiqotlarni mavjud faqat qismida o'tkazilgan. Buni yo'lida vazirlar emas, faqat qismida. Birinchi savolim shundan iborat. Ikkinchisi, nima uchun dissertatsiya avtoritarati hozir ko'rdim. Bitta o'zimizga ikki xil nomlagan. Bittasi Preterialia Severzovi, ikincisi Kardinologiya Severzovi deb nomlangan. Rahmat savol uchun. Endi birinchi savolingizga javobim shundaki, hafta bo'yicha jigar xastaligini davolash uchun faqat ildiz qismidan foydalanilgan. Demak, ilmiy manbalar asosida demak farmakologiyasi o'rganildi. Ikkinchisi savolga javob shundaki, hozir aytib o'tib ketdim. Filtrillaria Severzovi demak Regel nomi bilan 1868-yilda qanga kiritilgan. Keyinchalik 1873-yilda Karol Filtrillaria Severzovi deb nom bergan. Muallif tomonidan qayta nomlangan. Sabab shu. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Avvalo shu jamoani shu kengash omad tilayman. Gapidagi savollarım bor. Birinchisi, siz tanlovdan taklif etilayotgan shu shifobaxsh choyingizga boshqa xushbo'ylantiruvchi nimalar qo'shish mumkin? Yani adolat ko'rsatishni ishlatadi. Va ikkinchi savolim yozolmasin. Demak, tanlovdan taklif etilayotgan shifobaxsh choyingizga xushbo'ylantiruvchi nimalar qo'shish mumkin? Va ikkinchi savolim, Filtrillaria turkumiga kirishim nechta tur mavjud? Ulardan nechtasi bizda O'zbekiston hududida o'sadi? Rahmat savolingiz uchun. Demak, birinchi savolingizga javobim shundan iboratki, demak, birinchi Filtrillaria turkumiga kiruvchi demak choyni xushbo'ylantiruvchi deyapsizmi? Xushbo'yligini oshirish maqsadida masalan amatga qo'shish mumkin, kurkuma, moychechak, limon qo'shish mumkin. Hamma o'zini tabiga qarab qo'shsa bo'ladi. Yaxshi, nima beradi? Yaxshi. Ikkinchi savolga javobim demak, Filtrillaria turkumiga 100 ga yaqin turi mavjud. Ulardan 8 tasi O'zbekistonda kiritildi. 8 turi O'zbekistonda hozir kiritildi. Yana savolim bor. Nima uchun o'simlik tarkibidagi elementlar mikroelementlar tarkibini o'rganib, ularni ichida qaysi biri eng ko'p
Demek usulü tarkibi elimizde tarkibini aniqlashimizdan maqsad shuki, biz biologik faol qo'shimcha tayyorlaganimizda elimizlarni tarkibini aniqlash edi. Demak, unda o'simliklarni tarkibini o'rganishda tirik organizmi uchun zarur bo'lgan kaliy, kalsiy, magniy hamda temir elementlari demak elementlariga boy manba ekanligi aniqlangan. Shuning uchun tanlaganmiz. O'rganamiz. Savollarimiz. Marhamat. Demak, olishda insonlarda klinik qo'llash ma'lumotlarni hayvonlar o'rganilgan. Birinchi savol. Keyingi o'smirni tarkibini o'rganishda aksariyat holatda agarga kurslardan foydalaniladi. Sizning suv bilan qilib ma'lumot berishga tartiblaymiz. Keyingi sinov bo'lagan tabiatchi o'zi piyozga qo'yayapti. Demak, narxlar sho'roq choyini demak klinikada sinovlardan o'tkazish va hayvonlarda ham sinab ko'rilganmi deyapti. Demak, savolga quyidagi javob bermoqchiman. Demak, bu shifobaxsh narxlar choyi hafta mobaynida ishlatib kelinganligi va farmakologik sinovlar o'tganligi uchun biz klinik sinovlarda to'g'ridan-to'g'ri insonlarga taqdim qildik. Endi ikkinchi savolingizga masalan suv bilan ikkinchi savolga javob masalan suv bilan ekstraksiya qilib olingan desa. Demak, bu savol bo'yicha hafta mobaynida foydalangandan oldin 2-3 marta o'simlikni yuvib tashlanadi. Va keyin foydalanadi. Suv bilan yuvilganda suvga qanday moddalar o'tayotganligini o'rganish maqsadida aniqlaganmiz. Endi 3-chi savolingizga javob. O'simlikni barcha organlarida demak oksigen miqdori jihatdan ham gaz kislotasi ko'p miqdorda ekanligi aniqlangan. Ko'p uchraganligini isboti guvohi bo'ladi. Yana savollar bormi? Savol javob qilindi. Marhamat, buni ishlayotganlar savollar bormi? Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Dastlabki himoyalar bilan tabriklayman. Qolgan kengash ishiga muvaffaqiyat tilayman. Nafisaxon Toshtemirnovaga ikkita savolim bordi. Birinchisi, shu piyoz tarkibida yuvilgandan keyin piyoz tarkibida qolgan aminokislota moddalar tarkibini aytib o'tishdi. Yuvilganda nima chiqib ketadi? Tarkib o'rganilganmi? Javob beraman, rahmat savolingiz uchun. Endi fiskalizatsiya o'simligini piyoz namunasi suv bilan ekstraksiya qilinganda so'nggi quritilgan o'simlik bilan piyoz namunasidagi mikro va makro elementlar aniqlanadi. Suv bilan yuvilganda qisman bo'lsa ham o'tadi suvga. Rahmat. Yana ikkinchi savolim, jami ishlatilgan, foydalanilgan tadqiqot usullaringizni sanab o'ting. Tadqiqot ishini bajarishda demak kimyoviy, fizik kimyo analiz usullaridan ekstraksiya, tozalash, gidroliz, dekondensatsiya, yuqori samarali suv xromatografiyasi, yuqori qatlamli xromatografiya usullaridan foydalaniladi. Yami ishlatilmagan, ha? Bu. Rahmat savolimga. Assalomu alaykum. Marhamat. Hurmatli ustozlar, hamkasblar, yana bir bor assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimdan xursandman. Kengash faoliyatiga muvaffaqiyat tilayman mana. Xo'p, bir ikkita savollar bor edi, agar eshitilayotgan bo'lsa ovoz. Eshitilyaptimi? Xo'p, siz
obyekt sifatida olgan o'simligingiz siz tarafingizdan birinchi marotaba o'rganilyaptimi yo oldin ham o'rganilganmi? Savoliga shuncha javob berdim hozir. Men bizda oldin o'simlik moddalari kimyo institutida o'rganilgan. Alkaloidlar aniqlangan. Biz yer osti biyozlardan ekstraktlar olib o'rganganmiz. Alkaloidlar o'rganilgan, lekin bizda nima qilinmagan. Hop, siz ma'ruzangiz davomida aytib ketdingiz, mana bu avtoreferatda ham yozilgan ekan. Mana shu o'simlikni tarkibidagi aminokislotalarning tarkibi birinchi marotaba aniqlandi deb beryapsiz-da. Ungacha bu ishlar qilinmaganmi shunda? O'rganilgan. Aminokislotalar tarkibi Ilmiy yangiligingizni ikkinchi bandida shunaqa deb ketyapsiz. Ilk bor, birinchi marotaba deyilgan. Hop, bunga bir qarab qo'yasiz. Keyingi savolim. Tadqiqot usullaringizda yozyapsizki, USSX usuli yordamida tadqiqot olib borildi. Bu usulni afzalliklari nimada boshqa usullarga qaraganda? tartibida aminokislotalarni birin-ketin joylashuvi tartibiga asosan jadval tuzilgan. Ya bu usulni metodikasi qanaqa? Bu pribormi bu UUX degani? Samarali suyuq xromatografiyasini biz bergan kimyo institutida bunda Norbo'tayeva nima bilan Dildoraxon bilan birgalikda olib borganmiz. Rahmat. Boshqa savolim yo'q. Savol javob qismiga bilanlar. Navbatda so'z talabgorning uylanmaz. Kimyo fanlari doktori, professor Abdulaziz Fatyor Jamil Mahmudovga Assalomu alaykum. Hurmatli savollar qo'yasizda. Sizlarga savollar berib 91-yildan beri historia bor. Yildan beri bilaman. Studentimizdan birga o'qiganmiz. Studentlik davrimizdan shunga markaz bitiruvchilarimiz orolida institutimizda eng oldin yetakchilardan shu ta'lim bo'yicha aytsam, yana qanaqa yutuqlarga erishgan bo'lsam, ayolimni qancha darajagacha menga ruxsat bergan bo'lsa, shu darajada ko'tardim. Nafisaxonni ham xuddi shunday qarasangiz, butun oilasini ilmga tortgan, farzandlarini ilmga tortgan, bizga ortidan intilgan, xo'jayinni ham ilm qilishga bo'lishda uy tomonini to'liq zimmasiga olib sharoitdan qo'ygan, keyinchalik ma'lumotga ilm qilyapti. Hurmatli kengash a'zolari, qo'llab-quvvatlasalaringiz ilm va shu yo'nalishdagi ilmga qo'shiladi. Sizlar bilasizlar, natijalar beradingiz. Ko'p ishlarga ham omad, navbatdagi so'z dissertatsiya bo'yicha bajarilgan maqsadlarning xulosasi va ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilot tanlaysi, dissertatsiya atrofga tushgan tashkilotlardan turli tashkilotlardan kelgan asoslar bilan tanishtirish uchun ilmiy ko'rikka
Xo'jayeva Nafisxon Toshemirovnaning 14.09 Xirobod Xalqaro ixtisosligi bo'yicha bajarilgan Kriteriya Severtsova olg'i dori o'simligining kimyoviy tarkibi, farmakologik xususiyatlari va tabobatda qo'llanilishi mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiya ishining bugungi himoyasigacha muhokamadan o'tgan quyidagi yig'ilishlar bayonnomalari ko'chirmalar mavjud. Birinchi, 2025-yil 14-iyul kuni Qo'qon davlat universiteti kimyo kafedrasida muhokamadan o'tgan. Majlis raisi kimyo fanlari doktori professor Ochilov, majlis kotibi kafedra dotsenti Ahmadjonov, taqrizchilar dotsent Karimova, kafedra dotsenti Hikmatullayeva tomonidan ishning muhokama qilinganligi va dissertatsiya ishi o'zining dolzarbligi, ilmiy yangiligi, bajarilgan ishlar ko'lami, nazariy va amaliy ahamiyati bilan Oliy attestatsiya komissiyasi talablari tomonidan qo'yilgan talablarga javob berish ta'kidlab o'tildi. Majlis qaroriga ko'ra, talabgor Xo'jayevaning kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishini Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD 0308-05-2025 KT 130-04 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokamadan o'tkazishga tavsiya etilgan. 2025-yil 6-avgust kuni Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokamadan o'tgan. Majlis raisi professor Ochilov, majlis kotibi kafedra dotsenti Ahmadjonov, taqrizchilar kimyo fanlari doktori professor Hojimatov va falsafa doktori Azimovlar tomonidan muhokama qilingan va ijobiy xulosa berib, tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishi ta'kidlangan. Seminar majlisi qaroriga ko'ra, talabgor Xo'jayevaning kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishini Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengashda himoyaga qabul qilish taklifi kiritilgan. 2025-yil 6-oktyabr kuni yetakchi tashkilot Namangan davlat universitetida mazkur dissertatsiya ishi muhokamadan o'tgan. Majlis raisi kimyo fanlari doktori professor Karimov, majlis kotibi PhD Usmonova, tashkilot xulosasi va yetakchi tashkilotning ilmiy seminar raisi va ilmiy kotibi tomonidan imzolangan hamda Namangan davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Nazarov tomonidan tasdiqlangan. Yetakchi tashkilot taqrizida quyidagi savollar ko'rsatilgan. 1-2 paragraf Kriteriya Severtsova o'simligining kimyoviy tarkibi deb nomlanadi. Nima uchun faqat Severtsova o'simligining alkaloidlar tarkibi haqida ma'lumotlar berilgan. Ikkinchi, 1-3 paragrafda turkum o'simliklari kimyoviy birikmalarining fiziologik faolliklari paragrafida qator fiziologik xususiyatlar berilgan. Nima sababdan jigarni himoyalovchi xususiyat haqida paragraf kiritilmagan. Uchinchi, o'tkir zaharlilikni aniqlash deb nomlangan 3-1 paragrafda moddalarning o'rtacha o'lim dozasi LD50 ko'rsatkichi Litchfield usulida aniqlangan. Shu tajribani batafsil bayon etilsa, maqsadga muvofiq kelaveradi. 4-chi, biofaol tarkib bilan boyitilgan choy tarkibini ishlab chiqish, standartlash va sertifikatlash nomli 4 paragrafda dissertant tomonidan ishlab chiqilgan nafqol choyning tarkibi, sifat ko'rsatkichlari, gigiyenik talablarga javob berishi sinovdan o'tkazilib, O'zbekiston Respublikasi davlat standartlari asosida standartlashtirilgan. Shu o'rinda davlat standartlari qo'yilgan talablarni kengroq yo'ritilsa, shu yo'nalishlarga tadqiqotlar uchun yanada foydali bo'lar edi. Dissertatsiyaning 14-betidagi qo'yilgan adabiyotlarga o'zbekcha va inglizcha belgilar qo'yilgan. Ularni bir xilga olib kelinsa yaxshi bo'lar edi. Dissertatsiyaning 1-bobi 2-1 bandidagi rim raqamlari kichik i harfi bo'lib qolgan, ayniqsa 20-sahifada bunday belgilar bor. Dissertatsiyaning 2-2 bobida keltirilgan o'simlik tarkibidagi flavonoidlarni aniqlashda o'simlikka tegishli xromatogrammalar berilgan. Tayyorlangan standart namunalari xromatogrammalari keltirildi. 8-chi, 2-4 jadvalda flavonoidlarning miqdori qay tartibda hisoblanganligi yozilmagan. Va nihoyat 9-3 xulosada Kriteriya Severtsova o'simligining turli organlardan ajratilgan polisaxaridlar va ularning monosaxaridlar tarkibi birinchi bor tadqiq etilgan. Lekin tajriba qismida ajratish usuli berilgan. Ushbu ko'rsatilgan kamchiliklar va berilgan savollar prinsipial ahamiyatga ega bo'lmay, dissertatsiya ishining ilmiy qiymatini pasaytirmasligi, uning umumiy bahosiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi ta'kidlab o'tilgan. Yetakchi tashkilot seminariga tayyorlangan taqrizchilar Namangan davlat universiteti kimyo kafedrasi dotsentlari Sulaymonov va Mamajonovalarning har ikkisi tomonidan ijobiy taqriz berilgan. Yetakchi tashkilot seminar majlisi qaroriga ko'ra, talabgor Xo'jayevaning kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun berilgan dissertatsiya ishini
ilmiy kengashda himoyaga tavsiya etilgan. Talabgor Xo'jayevaning falsafa doktori dissertatsiyasi loyiha referatiga quyidagi tashkilotlardan taqrizlar olingan. Birinchi, Tojikiston Milliy fanlar akademiyasi Nikitin nomidagi kimyo instituti yetakchi ilmiy xodimi, kimyo fanlari doktori Abdullayev imzosi bilan taqriz ijobiy. Kamchilik ko'rsatilmagan. Abay nomidagi Qozog'iston Milliy pedagogika universiteti kimyo kafedrasi dotsenti, kimyo fanlari nomzodi Shaksibayeva. Uchinchi, Abu Ali ibn Sino nomidagi Tojikiston davlat tibbiyot universiteti bioorganik va fizikologik kimyo kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Fayzilov imzosi bilan taqriz ijobiy. O'sh davlat universiteti kimyo va kimyoviy texnologiyalar kafedrasi dotsenti, kimyo fanlari nomzodi Mirzayeva imzosi bilan taqriz ijobiy. O'zbekiston Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti, alkaloidlar kimyosi laboratoriyasi bosh ilmiy xodimi, kimyo fanlari doktori professor Aritova imzosi bilan taqriz ijobiy. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Obid Sodiqov nomidagi bioorganik kimyo instituti, oqsillar va peptidlar kimyosi laboratoriyasi yetakchi ilmiy xodimi, kimyo fanlari doktori professor Abdullajonova imzosi bilan taqriz ijobiy. Farg'ona davlat universiteti kimyo kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Jalolov imzosi bilan taqriz ijobiy. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi bojxona instituti maxsus fanlar kafedrasi dotsenti bilan taqriz ijobiy. Andijon davlat tibbiyot instituti biologik kimyo kafedrasi mudiri, kimyo fanlari doktori professor Mamatova imzosi bilan taqriz ijobiy. 10. Qarshi davlat universiteti kimyo kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Kamolov imzosi bilan taqriz ijobiy. 11. Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi mudiri, kimyo fanlari doktori professor Farmonova imzosi bilan taqriz ijobiy. Keltirilgan kamchiliklar ko'rsatilmagan hamda taqrizchilardan ijobiy taqrizlar olingan. Söz esaslardan kelgan kamchiliklarga javob berishga tayyor. Xo'jayevadan zaman boshqa bilmaydilar. Yetakchi tashkilot, demak, Namangan davlat universiteti professor o'qituvchilariga minnatdorchilik bildiraman va ular bergan kamchiliklarga javobim shundayki, birinchi savolga javob, peptidlar serosi o'simligining bizgacha bo'lgan faqat alkaloid tarkibi o'rganilgan bo'lib, boshqa sir moddalari demak o'rganilmagan. Ikkinchi savolga javob, o'rganilgan ilmiy manbalarda peptidlar turkum o'simliklarning yuqorida sanab o'tilgan faollik turlari haqida ma'lumot berilgan. Digar hujayralarni himoyalovchi xususiyat haqida alohida ilmiy manba topilmadi. Peptidlar turkum o'simliklarining gepatoprotektor faolligi haqida faqat ma'lumotlar keltirilgan. Uchinchi savolga javobim, moddalarning o'rtacha o'lim dozasi yillik ko'rsatkichi Litchfield va Wilcoxon usuli eng ko'p qo'llaniladigan samarador usul hisoblanadi. Falsafa doktor dissertatsiya ishining hajmiga qo'yilgan cheklovni inobatga olib, bu usulda tajribalarni bajarish metodikasi to'liq bayon etilmadi. 4. savolga, Napol choyining tarkibi, sifat ko'rsatkichlari, gigiyenik talablari O'zbekiston Respublikasi davlat standarti talablariga faqat 7 bandi yoritib berilgan. Qolgan barcha talablar me'yoriy texnik hujjatlarda to'liq hajmda keltirilgan. 5. savolga, dissertatsiyaning 14-betidagi qo'yilgan adabiyotlarga o'zbek tilidagi manbalar uchun o'zbekcha, ingliz tilidagi manbalar uchun inglizcha berilgan, demak, belgilardan foydalangan. Bunday qilishdan maqsad maqola matnini asl holatiga, original tiliga ishora qilishdir. Savolga birinchi bob raqamlari kichik harflarda berilgan. Moddalarni raqamlari bunday yondashuv birinchi ilmiy manbalarda ko'p qo'llaniladi. Biz ham dissertatsiya ishimizda moddalarni raqamlashning bunday usulini tanladik. 7. savolga javobim, dissertatsiyaning ikki bobida keltirilgan o'simlik tarkibidagi namunalarning xromatogrammalari dissertatsiya matniga kiritilmadi. Bunga sabab OAV talablariga ko'ra falsafa doktor dissertatsiyalarining hajmi cheklanganligidandir. 8. savolga 2-4 jadvalda berilgan flavonoidlar miqdori kompyuter dasturiy ta'minoti yordamida avtomatik hisoblangan. To'liq uskunaviy hisobot dissertatsiyaning ilova qismida berilgan. 9. savolga javob, peptidlar serosi o'simligining turli organlaridan ajratilgan polisaxaridlar va ularning monosaxaridlar tarkibi birinchi bor biz tomonimizdan tajribalarda ajratishning e'tirof etilgan usullardan foydalanilgan.
asosan shu 9 savolga javob. Endi navbat opponentlarga bersak. So'z birinchi rasmiy opponent kimyo fanlari doktori professor Qosimov Maqsadbek o'yinchi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ustozlar. Avvalambor, men Qo'qon davlat universiteti jamoatini ushbu ilmiy kengash ochilishi bilan muborakbod etaman. Bunda kimyo fanlari doktori professor Xo'jayev Vahobjon akani xizmatlari juda ham katta hamda mana shu qisqa muddatda birinchi dissertatsiya himoyasini bo'lishi ham bu katta yutuq. Bu bilan ham opani muborakbod etamiz. Endi ruxsatinglar bilan tayyorlangan taqrirni o'qib eshittirsin. Xo'jayeva Nafisaxon Toshkemirovnaning kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun 14.0041 xalq tabobati iqtisodligidan kimyoviy tarkibi, farmakologik xususiyatlari va tabobatda qo'llanishi mavzuidagi dissertatsiya ishi va avtoreferatiga rasmiy opponent taqirdi. Insoniyatning qadimgi davrlardan boshlab xalq tabobati usullari yordamida turli kasalliklarni davolash va oldini olishda dorivor o'simliklar markaziy o'rinni egallab kelgan. Tarkibida biologik faol kimyoviy birikmalar saqlagan dorivor o'simliklarning shifobaxsh xususiyatlari, ulardagi turli sinflarga mansub moddalarning sifat va miqdoriy ko'rsatkichlariga bog'liq ekanligi ularning eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Dorivor o'simliklardan xalq tabobatida foydalanishning samaradorligini oshirish, ularning kimyoviy tarkibini batafsil tahlil qilish masalalari butun dunyo bo'ylab ushbu soha mutaxassislarining tadqiqot predmetiga aylangan. Shuningdek, dunyo aholisi soni ortib borishi bilan maishiy turmush va sanoat tobora kimyolashtirib borishi muhitida tabiiy birikmalar manbai bo'lgan dorivor o'simliklar yordamida xalq tabobati vositalaridan foydalanish masalalari bugungi kunning ilmiy asoslangan yechim talab qiluvchi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Talabgor Xo'jayeva Nafisaxon Toshkemirovna tomonidan taqdim etilayotgan dissertatsiya ishi yuqoridagi keltirilgan masalalarga yechim bo'lishga qaratilgan bo'lib, muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Dissertatsiya ishi an'anaviy usulda yozilgan bo'lib, 4 ta bobdan iborat. Har bir bobning yakunida bob yuzasidan xulosalar va dissertatsiya yakunida umumiy xulosalar keltirilgan. Dissertatsiyaning umumiy hajmi 102 betni tashkil etadi. Dissertatsiya ishida 139 nomdagi adabiyotlarga iqtiboslar keltirilgan. Dissertatsiyaning maqsadi O'zbekistonda o'suvchi Fritillaria severozovi o'simligining tarkibidagi flavonoidlar, vitaminlar, oqsillar, aminokislotalar, polisaxaridlar, makro va mikroelementlar, o'simlikning ekstraktining farmakologik xususiyatlarini aniqlash hamda biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsaddan kelib dissertant va uning ilmiy rahbari tomonidan bir nechta muhim vazifalar belgilab olingan hamda dissertatsiya ishi tadqiqoti davomida ushbu masalalar hal etilgan. Dissertatsiya ishi bajarilishi davomida bir nechta ilmiy yangiliklarga erishilgan. Buni ko'rib o'tdik. Dissertantning o'zi buni izohlab berdi. Unga to'xtalib o'tmoqchi emasman. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi ajratib olingan moddalarning tadqiq qilishda zamonaviy fizik usullardan, yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usullaridan va standart moddalar bilan taqqoslash usullaridan foydalanganligi hamda olingan natijalarni oxirgi yillarda chop etilgan jahon adabiyotlaridagi ma'lumotlar bilan qiyoslangan holda tahlil qilinganligi bilan asoslanadi. Dissertatsiya ishi doirasida o'tkazilgan eksperimental tajribalar to'g'ri yo'naltirishga olib borilgan bo'lib, uning natijalari ishonchlilik jihatdan shubhadan xoli. Tadqiqot ishining ilmiy ahamiyati O'zbekistonda o'suvchi Fritillaria severozovi o'simligining kimyoviy tarkibi, makro va mikroelementlar, oqsillar hamda ularning aminokislotalar tarkibi, suvda eruvchan vitaminlar, flavonoidlar, polisaxaridlar hamda ularning monosaxarid tarkibi,
ushbu moddalar guruhining sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari, shuningdek o'simlikdan ajratib olingan birikmalarning biologik faolligi aniqlanganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati esa Fritillaria tverdovi o'simligining yer osti qismidan olingan biologik faol birikmalar asosida jigarni himoyalovchi, gepatitning A va B shakllarida kasallikning asoratlarini kamaytirish, qondagi fermentlar miqdorini me'yorlashtiruvchi biologik faol qo'shimcha yaratilganligi, mazkur biofaol mahsulot uchun texnologik yo'riqnoma ishlab chiqilib, yuqori vakolatli davlat organlari ekspertizasidan o'tkazilganligi hamda uning tasdiqlanganligi, shuningdek biologik faol mahsulotning klinik amaliyotda samaradorligini isbotlanganligi bilan izohlanadi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 6 ta ilmiy maqola, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlarda 5 ta va xalqaro ilmiy jurnallarda 1 ta maqola nashr etilgan. Mazkur tadqiqot natijalari 12 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan. Dissertatsiya tadqiqotiga oid qator yutuqlar bilan birga dissertatsiya ishi va avtoreferatiga oid quyidagi kamchiliklar, savollar va takliflar yuzaga keladi. Birinchi, dissertatsiyaning 1.5.2 paragrafida dorivor o'simliklarning xalq tabobatidagi o'rni bayon etilib, unda Matricaria camomilla, Tumis vulgaris, Rosa canina, Calendula officinalus kabi o'simliklar bilan bir qatorda Psyllium marianum, officialum kabi o'simliklarga ham to'xtalib o'tilgan. Biroq sanab o'tilgan o'simliklarning barchasi Fritillaria turkumiga mansub emas. Nima uchun? Adabiyotlar tahlilida aynan yuqorida nomlari keltirilgan o'simliklarga doir ma'lumotlar keltirilgan. Ikkinchi, dissertatsiyaning birinchi bobi yakunida xulosalarning 3-bandida Fritillaria turkumi boshqa vakillarining ikkinchi metabolitlari turli diapazondagi fiziologik faolliklari tahlil qilinishi asnosida bir turkumga mansub o'simlik turlarining genetik jihatdan yaqinligi, shuningdek hemotaksonomik o'xshashliklariga oid ma'lumotlarga tayangan holda mazkur dissertatsiya tadqiqotining tajriba yo'nalishlari belgilab olinganligi bayon etilgan. Biroq dissertatsiya ishi natijasiga ko'ra faqat hepatoprotektor faollikka ega bo'lgan mahsulot tavsiya etilgan xolos. Uchinchi, ikkinchi bob boshlanishida Fritillaria tverdovi o'simligining kimyoviy tarkibini o'rganish yuzasidan o'tkazilgan laboratoriya tajribalarida va analizlarda foydalanilgan reaktivlar izohlab berilgan. Unda aytilishicha, o'simlik namunalari tarkibida aminokislotalar Sigma Aldrich Germaniya firmasi standart namunalarida taqqoslanish asosida sifat va miqdoriy jihatdan tahlil qilingan. Lekin flavonoidlar va vitaminlarning standart namunalari qayerda olinganligi haqida ma'lumotlar keltirilmagan. To'rtinchi, 2.5.2 paragrafda Fritillaria tverdovi o'simligi yer osti qismi kimyoviy elementlari miqdoriy tahlil qilinganda kaliy va rux elementlariga alohida e'tibor qaratilgan. Buning sababi nima? Bu sababi ko'rsatilmagan. Yuqorida keltirilgan gepatit kasalliklarida qanaqa ahamiyati bor ekanligini keltirib qo'yilganda, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. 3.2 paragrafda o'simlik yer osti qismi ekstraktining etil asetatli fraksiyasi ikkilamchi metabolitlarning hepatoprotektorlik faolligi laboratoriya oq kalamushlarida uglerod tetraxlorid bilan chaqirilgan surunkali toksik gepatit sharoitida o'rganilgan. Nima uchun aynan shu model tanlanganligi tushuntirib berilmagan. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar dissertatsiyachining ilmiy qiymatiga va amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiyachi 14.00.41 xalq tabobati ixtisosligi talablariga mos keladi. E'lon qilingan ishlar dissertatsiyaning
dissertatsiya mazmunini to'la aks etadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Xo'jayevaning dissertatsiya ishini yuqori saviyada bajarilgan yakunlangan tadqiqot ishi sifatida baholab, uni O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktori PhD dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga javob beradi. Dissertatsiyaning o'zi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Andijon davlat universiteti kimyo kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Hojimatov Maqsadbek Mo'ydinovich. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchiman. Haqiqatan kimyo fanlari doktori Baxtiyor aka Abdug'aniyev to'g'ri fikrlarni bildirdi. Opa juda ham katta mas'uliyatni yelkasiga olgan, yoshiga qaramasdan. Birinchi o'rinda ustozimizni fan nomzodi dissertatsiyasiga yordam bergan, bu aniq. Ikkinchi o'rinda fan doktori bo'ldi. Undan tashqari qizlarini falsafa doktorlari qilib tayyorlab olib, endi o'ziga navbat kelganda juda ham katta ishni amalga oshirgan. Menimcha, opa uylarida akademik bo'lsa kerak. Sababi shuncha professor, falsafa doktorlarini chiqargan odam albatta akademik darajasiga loyiq deyish mumkin bo'ladi. Men opani keyingi ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman, oilaviy zafarlar, mana shu yuksak ishlarni bajarishda hormay mehnat qilishlariga tilab qolaman. Rahmat. Javob berish uchun Rahmat. Hurmatli birinchi rasmiy opponentim, kimyo fanlari doktori professor Hojimatov Maqsadbek Mo'ydinovga dissertatsiya ishini o'z vaqtidan ayirmasdan ko'rganliklari uchun katta rahmat minnatdorligimni bildiraman. O'zlarini fikr mulohazalarini berganliklari uchun taklif mulohazalariga quyidagicha javob beradi. Birinchi savolga, sanab o'tilgan o'simliklar peptidlar turkumiga mansub bo'lmasa-da, ular yallig'lanishga qarshi va jigarni himoyalovchi xususiyatlariga ega ekanligidan kelib chiqqan holda misol tariqasida keltirilgan hamda ta'riflangan. Ikkinchisi, peptidlar turkumi boshqa vakillarning ikkilamchi metabolitlari turli diapazondagi fiziologik faolliklari tahlil qilinishi asosida bir turkumga mansub o'simlik turlarining genetik jihatdan yaqinligi, shuningdek hemotaksonomik o'xshashliklariga oid ma'lumotlarga tayangan holda uning etnobotanik ma'lumotdagi samaraligidan kelib chiqqan holda Retillaria severzi o'simligining gepatoprotektor xususiyatiga urg'u berilgan. Uchinchisi, flavonoidlar va vitaminlarning standart namunalari Germaniyaning va Aldrich firmasidan olingan. Ikkinchi bob, ikkinchi paragrafida Retillaria severzi o'simligi yer osti qismi kimyoviy elementlari miqdoriy tahlil qilinganda kaliy va elementlariga alohida e'tibor qilinishiga sababki, kaliy elementi miqdor jihatdan boshqalariga qaraganda ko'proq bo'ladi. Barcha elementlarga oid batafsil ma'lumotlar dissertatsiyaning ilova qismida keltirilgan. Beshinchisi, o'simlik yer osti qismi fraksiyasi ikkilamchi metabolitlarning gepatoprotektor faolligi bilan chaqirilgan gepatit modelini tanlashdan maqsadki, bu modelning chaqirilishi oson, natijalar aniqligi va ishonchliligi yuqori bo'lgan usul hisoblanadi. Söz ikkinchi rasmiy opponent, kimyo fanlari doktori, dotsent Mamatov Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Ustozlar faqat ko'rsatilayotgan va takliflarni o'qib bersam. Xo'jayinlar sahat kelganlar
olg'u dorilar o'simligi kimyoviy tarkibi farmakologik xususiyatlar va tabobatda qo'llanilishi mavzusida yozilgan dissertatsiya referatiga rasmiy ahamiyat taqdirsi asosiy dissertatsiya tadqiqotga oid qator yutuqlar bilan birga dissertatsiya ishi va referatga oid quyidagi kamchilik savol va takliflar yuzaga keldi. Birinchisi, dissertatsiyaning bir jadvalida alkaloidlarning tuzilish formulalarini raqamlashda Rim raqamlaridan foydalanilgan. Tartibga ko'ra formulalar arab raqamlari tartiblansa maqsadga muvofiq kelar edi. Ikkinchisi, dissertatsiyaning ikkinchi bobni birinchi paragrafda umumiy oqsillarni aniqlashda faqat Kendall usuldan foydalanilgan. Olingan miqdoriy ko'rsatkichlarni tekshirib ko'rish uchun boshqa muqobil usuldan ham foydalanilsa, natijalarning to'g'riligi yanada yuqori bo'lar edi. Uchinchi, dissertatsiyaning ikkinchi bobi avvalida Severozoviy o'simligining kimyoviy tarkibini o'rganish yuzasidan o'tkazilgan laboratoriya tajribalarida va analizlarda foydalanilgan uskuna va jihozlar ro'yxati keltirilgan. Ro'yxatning 10-bandida ultratovushli vanna keltirilgan. Biroq ishning tajriba qismida ultratovushli vannadan foydalanilganligi ko'rsatilmagan. To'rtinchi, ikkinchi bobning ikkinchi rasmida Severozoviy o'simligi ildizidan aniqlangan amino kislotalar miqdorlarining ortib borish dinamikasi grafik shaklda berilgan. Bundan maqsad nima? Beshinchi, ikkinchi bob 5-A jadvalida Severozoviy o'simligining yer osti qismi tarkibida suvda eruvchi vitaminlar miqdori analiz natijalari keltirilgan. Jadvalda B1, B2, B6, B9 va PP vitaminlarining miqdoriy ko'rsatkichlari berilgan. Biroq natijalarga ko'ra B1, B6 va PP vitaminlar o'rganilgan namunalarga aniqlanmagan. Nima uchun namunadan topilmagan vitaminlar jadvalga kiritilgan? 6. Dissertatsiya referatda 4-rasmdagi infraqizil spektrlar rasmlari juda kichik hajmda ko'rsatilgan bo'lib, ulardagi yutuq sohalariga oid signallarning ko'rsatkichlarini o'qishda qiyinchilik yuzaga keladi. Ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar dissertatsiya ishining ilmiy qiymati va amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya ishi 14.0041 xalq tabobati ixtisosliklari talablariga mos keladi. Dissertatsiya matnida keltirilgan tajribalar to'g'ri bajarilgan va natijalar shubha uyg'otmaydi. E'lon qilingan ishlar dissertatsiya mazmunini to'liq aks ettiradi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holatda Nafisaxon Xo'jayevlarning dissertatsiya ishi yuqori saviyada bajarilgan, yakunlangan tadqiqotchi sifatida baholanib, uni O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyalariga qo'yilgan talablarga javob beradi. Dissertantning o'zi falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berilishiga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy abonent Farg'ona davlat universiteti kimyo kafedrasi mudiri, kimyo fanlari doktori, dotsent Suleyxon Mamatqulova. Nafsofa uchun gaplarim bor. Demak, Nafsofa bu ayol kishi ham ishda, ham uyda, ham oilada bilan birgalikda ilmiy ish qilish juda qiyin. Ana shu marralarni egallabsiz, sizga bundan keyingi ishlaringizda bardavom tilayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Kengashimizni ishiga rivoj tilab qolaman. Har doim shunaqa himoyalar ko'pdan ko'p bo'lishini tilayman. Sog' bo'linglar. Rasmiy abonentim, hurmatli rasmiy abonentim, kimyo fanlari doktori dotsent Mamatqulova Surayyoxon, matnidagi dissertatsiya ishimni o'z vaqtlarini ayamasdan ko'rib chiqqanliklari uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Kamchiliklarni va mulohazalaringizni ko'rsatib berdingiz. Rahmat. Endi bularga javobim, dissertatsiyaning bir jadvalida alkaloidlarning tuzilish formulalarini raqamlashda Rim raqamlaridan foydalanishdan maqsad shuki, arab raqamlari dissertatsiya matnida ko'plab foydalanilgan. Formulalarni raqamlashda cheklanishlarga yo'l qo'ymaslik uchun Rim raqamlaridan foydalanilgan. Ikkinchisi, umumiy oqsillarni aniqlashda faqat Kendall usulidan foydalanishda har bir tajriba 3 martadan, demak, qaytadan amalga oshirilgan. Yakuniy natija sifatida 3 martalab olingan natijalarning o'rtacha arifmetik qiymati qabul qilingan. Har bir takroriy tajribada tajribalar orasidagi farq 5% dan oshmaganligi sababli ushbu usul natijasi qoniqarli deb topilgan va boshqa usul yordamida
natijalarini qayta tekshirishga ehtiyoj tug'ilmadi. Uchinchisi, ishning tajriba qismida ultratovushli vannadan xromatografiya uchun erituvchilarni gazsizlantirish jarayonida foydalanilgan. To'rtinchisi, Ritillariya seversli o'simlik yildizida aniqlangan aminokislotalar miqdorlarining ortib borish dinamikasi grafik shaklda berilishidan maqsad shuki, aniqlangan aminokislotalarning miqdorlarining ortib borishi bir qatorda joylashtirish orqali ular orasidagi tafovutlarni yaqqol ifodasidir. Beshinchisi, vitamin B6, C va PP vitaminlari o'rganilgan namunalarga aniqlanmagan bo'lsa-da, ularning standart namunalariga oid xromatogrammalar olingan. O'rganilgan namunalarda aniqlanmaganda vitaminlarni jadvalga kiritishdan maqsad shuki, bu yo'nalishdagi izlanishlarni davom ettiruvchi tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin degan ehtimoldan kelib chiqib, aniqlanmagan vitaminlarni ham jadvalga kiritilgan. Oltinchisi, dissertatsiya avtoreferatining hajmiga cheklovlar kelib chiqqan holda undagi rasmlar hajmini kichraytirishga to'g'ri kelgan. Asosan shulardan iborat. Rasmiy komponentlar bilan chiqishlarini yakunlandi. Chiqishlari yana ishning qonuniyatini ko'rsak, himoya qilinayotgan dissertatsiya yuzasidan darajada qanday mulohazalar bor? Rahmat. Bu ish judayam dolzarb. Mana men hozir aytib o'tdim. O'zim mana shu bolalar o'rtasida shu borganimda juda ko'p insonlar xizmatliklardan azob chekishyapti. Bundan tashqari mana aytayotganimdek stage topilgan, lekin bizga topilmadi. Mana bu dissertantimiz tomonidan mana shu joyga bitta joy yaratilgan. Bu ana shu viruslarda ancha pasaytirib o'sha davolashda katta ahamiyatga ega bo'lgan bitta joy ishlab chiqardi. Bu judayam dolzarb deb o'ylayman. Keyin tibbiyotda ish qilingan. Man sizlardan shu savol berishlarini kengashdan tashqari gapirsin bo'ladimi? Assalomu alaykum. Kimyo kafedrasi oilaviy tuzilish eng kechki kafedraga hisoblanadi. Ana shu kafedra birinchi bitiruvchisi man. Mana shu kafedrada bir nimaga ma'lum mavzu tashkillanganda yonsa oqillar chiqilgan. Endi qaraydigan bo'lsak, ilmiy darajaga yetishga odamlar to'sin 8% yetib boradi. Bu mana shu rahbariyatda saytlarni ilmiga bo'lgan intilishi bilaman. Endi ilmiy kengashimiz. Hali eski birinchilardan tashkillangan kafedralarda ilmiy kengash yo'qlar. Bu nisbatan solishtiradigan bo'lsak, yana ilk kafedraga shunchalik ilmga e'tibor berilishi, qo'llanishi mana yonyapti. Fakultetda kafedra rahbariyatiga ilmga bo'shab munosabat bilan shu bugungi birinchi tashkillangan ilmiy kengashda birinchi himoya qilayotgan inson sifatida yana bir tabriklayman. Barcha kengash a'zolarini har qanday ishda kamchilik bo'ladi, yutuq bo'ladi. Asosan mana shu yutuq tomonlarga qarashtiramiz. Assalomu alaykum.
faoliyatini o'zim shaxsan ko'rib bordim. Bu ma'lumotlardan shaxsan o'zim bu yaxshi foydali tomonlarini o'zim ko'rib, masalan o'sha aytganimizda hozir bu jiddiy eng asosiy narsa o'smirlikda gepatitga ta'sir mexanizmi to'g'ri gapiryapti. Eng asosiy narsa o'sha odatda gepatit B kasalligi. Masalan, biz A kasalligi, B kasalligida masalan hozir Sni Bga davo yo'q. Viruslarni tushuna oladi. Qanchalik organizmda viruslar ko'payib bo'ladigan bo'lsa, shunchalik mavjud hujayralar yo'q bo'ladi. Buni haqiqatdan ham o'sha endi hamma shifoxonalarni borib gepatitga ta'sir mexanizmi degan o'sha yerda gepatit viruslarning sonini ekanligini va birinchi o'rinda oilaparvar, ikkinchisi bilimga chanqoq, mana shu yoshga kirib turib, mana ishda erinmasdan borib bajarganligini man shaxsan guvohim bo'ldim. Ishlariga rivoj, bundan keyin shunday yaxshi ishlarni degan bo'lsang, bo'ladi. Qanot serdarsi bo'yicha rasmiy apparatlar kengash xalqaro chiqishlarni tingladi. Yaxshiroq ovoz berish uchun inson komissiyasi tarkibini saylashimiz kerak. Komissiya tarkibiga quyidagi a'zolarni kiritish tavsiya qilingan. Komissiya raisi Shunoxonlarning Ismoilov, a'zolar Asanova hamda navbatdagi a'zo PhD Payg'ambar. Komissiya a'zolari bunday qasddan qo'shishlar so'rayman. Rahmat. Demak, hisob komissiyasi birovozdan saylandi va o'z faoliyatini boshlashlari mumkin. Rahmat. Ovoz berishlarni qaysi tilga sizga kerak bo'lsa shuni deb ko'rsatadi.
Toplam düzeltmişlerine devam edilecek. Geçen hafta bilgiler. Bor mana hozir ekranga chiqaryapti. Yuraver. Yana yur. Yana. Bora. O'zim aytaman. Yuraver. Yana. Bo'ldi, mana shu. Mana shuni chiqarib qo'ysangiz. Demek plastik bilgiler. Birinchi. Dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. Bir tegishli fan sohasi uchun ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni yangicha tahlil hal qilish. Ma'qulmi? Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Natijalar yangi. Uchinchi, dissertatsiya natijalarining qiymati. Shu bir, juda yuqori, shu ikki yuqori, shu uch katta. Ikki. To'rtinchi, dissertatsiya mavzusining ilmiy tadqiqot ishlari rejalarini bog'laydi. To'rtinchi, mavzu davlat dasturiga yoki xalqaro tadqiqotlar dasturiga kiradi. To'rtinchi, mavzu tarmoq dasturiga, Fanlar akademiyasi rejalariga, tarmoqlararo ilmiy texnikaviy majmualar, tarmoqlararo birlashmalar rejalariga yoki tashkilotning mavzular rejasiga kiradi. To'rtinchi, tashabbuskor ish. Beshinchi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? Beshuv bir, davlatlar miqyosida litsenziyalar bilan sotilgan deyapti. Beshuv ikki, tarmoqlararo miqyosda. Beshuv uch, tarmoq miqyosi. Oltinchi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6.1 keng foydalanishni talab qiladi. 6.2 keng foydalanishni talab qilmaydi. 6.2 Naqlamiz. Demek belgiler. Grubu, yuvar, 3.2, 4.2, 5.2, 6.1. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Tadabirkorda dissertatsiya natijalarini namoyish taqdim etish bo'yicha ishlab chiqqan tavsiyalarni muhokamasiga o'tamiz. Tavsiyalar bo'yicha qanday takliflar bor? Rahmat. Agar rozi bo'lsanglar, tasdiqlashni so'rayman. Rahmat.
Komissiyasini raisi professor Ismoil ustozligidan tanlov. Rahmat. Hisob komissiyasi majlisini bayonnomasi. Saylangan komissiya tarkibi. Ismoil Mo'minjon Futbolchi rais. A'zolar Hasanova va Farhamov. Komissiya Xo'jayeva Nafisaxon Toshtemirovaning kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlar sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 15 kishidan iborat etib tasdiqlandi. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmadi. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 15 nafar kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosliklari bo'yicha 5 nafar fan doktori ishtirok etdi. Türkiyada 10+5 ta byulleten tarqatildi. Endi 10 ta offline, 5 ta online. Tarqatilmay qolgan byulleten yo'q. Türkiyada 10+5 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari Xo'jayeva Nafisaxon Toshtemirovnaga kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 15 ta 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasining raisi Ismoilov, komissiya a'zolari Hasanova, Farg'amov. Komissiyasi bayonnomani tasdiqlashda qanday takliflar bor? Demak, bayonnoma tasdiqlansin degan kengash a'zolari ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Hurmatli kengash a'zolari, ilmiy kengashning ilmiy darajasini berish to'g'risidagi qarorni o'qib eshitish uchun so'z delegatga. Sizdagi so'z Nafisaxon Toshtemировnaga yakuniy so'z beramiz. Rahmat. Hammalaringga birinchi o'rinda ilmiy rahbarim Baxtiyorjon Abdug'aniyevga va Muhammadga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, Farg'ona davlat universiteti professor o'qituvchilari, sizlarga ham katta rahmat. Shunchalik vaqt ayamay, shunchalik hurmat qilganingizga rahmat. Andijon davlat universiteti ikkinchi maqsadam Hojimat domlamizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringga rahmat. Raisimizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Yurishdan baraka toping. Qolaversa, kimyo kafedrasi professor o'qituvchilarini qo'llab-quvvatlab, o'z fikrlarini ayamasdan berganliklari uchun ularga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman.
kafedra mudirimiz G'olibjon Mamayunusov Ochilovga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Qanday yonimda yelkadosh bo'ldilar, yelkaliklaringizni ko'tarishdi, hamma sharoitni yaratib berishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Qolaversa, Ne'matjon Valiyevga ham o'z minnatdorchilik izhor etaman. Ayamasdan qanday vaziyatda bo'lsa ham, har qanday holatda yordam qo'lini cho'zdilar. Bemalol keling oldimga, bizni yuraklarini nima bo'lgan, cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringga sog'-salomatlik tilayman. Oilalaring baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Kelgan qo'yqadalaringga rozi bo'linglar. Ikki dunyo saodatini bersin. Sog'-salomat bo'linglar. Kengash ichida qatnashgan barcha a'zolarga ham tashakkur bildiraman. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Kengash a'zolari. Haqiqatan ham bizning birinchi kengashimiz nihoyatga yetdi. Kengash a'zolariga rahmat, ayniqsa raisga, chunki men shundan 2 yil avvalgi holatni tasavvur qilib o'tayapman. Chunki oson bo'lmaydi. Rahmat lekin mana hech kim o'rgatganim yo'q, deganim yo'q o'zlari. Shaylar boshqa qilaman, bu faoliyatlar buni. Lekin kim bo'lishidan qat'iy nazar bu kengash raisi boshqaman. Demak, mening hayajonlarim juda qiynalgan. Lekin rahmat, shunchalik juda chiroyli qilib sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kengash a'zolariga ham rahmat. Kelgusi ishlarda hammaga quvvat tilayman. Shogirdlarim ko'payib ketdi. Kun tartibidagi ikkinchi masalamiz bor. Qo'qon davlat universiteti 3-bosqichda ham doktorandi Payg'ambar Mahliyo qonunlarining oqova suvlar tarkibini o'rganib, organik tarkibidagi organik birikmalar uchun maqsad asosida to'laqonli assortimentlar olish texnologiya mavzusidagi demak 020011 alloy va membranalar kimyo tafsilotlari bo'yicha kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishini himoyaga qabul qilish kerak. Ilmiy rahbar Ochilov G'olibjon Mamayunusov kimyo fanlari doktori professor rasmiy opponentlar sifatida taklif bu. Demak, Azizaxon Baxtiyorovni kimyo fanlari doktori professor, Mamadaliyev ikkinchisi Mamadaliyev Nozimjon Ne'matjonovich kimyo fanlari doktori va uchinchisi Eshmatov Izzat Yo'lsumbatovich texnika fanlari doktori professor va yana to'rtinchisi Abdullayev Ahrobjon Habibjonovich kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD. Yetakchi tashkilot Toshkent kimyo texnologiya instituti yoki Namangan davlat universiteti. Ish bajarilgan tashkilot Qo'qon davlat universiteti. Kimda qanday takliflar bor? Mavzu mana rahbariyatga ko'rsatdi, mana dissertatsiya turibdi. Savollaring bo'lsa marhamat. Endi opponentlar sifatida bular 4 ta beryapti. Ikkitasini olishimiz kerak. Biri kengash a'zosi bo'lishi kerak. Bu yerda demak Mamadaliyev Nozimjon kengash a'zosi, Abdul Kamolov ham kengash a'zosi. Hatto 3 ta ekan. Eshmatov Izzat ikkinchi demak taklif bo'lyapti. Demak tashqaridan kengash a'zosi bo'lmagan demak Eshmetov Izzat texnika fanlari doktori. Toshkent kimyo texnologiya instituti yetakchi tashkilot sifatida taklif qilingan. Kimyo texnologiya instituti bundan qator sunib beraman. Payg'ambar Mahliyo institutining oqova suvlar tarkibini organik birikmalarga uchun uglerodli assortmentlar olish texnologiyasi mavjud.
Kaloid va kimyo deyishik ilmiy darajasini olishni tayyorlash ishi himoyaga qabul qilinsin. Yetakchi tashkilot sifatida Toshkent kimyo texnologiya instituti rasmiy apparatlar sifatida kimyo fanlari doktori professor Abdukamalova Aziza Baxtiyorovna va texnika fanlari doktori professor Eshmetov Izzat Husanbekovich etib belgiladi. Marhamat, munosabat qo'yinglar. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala ham o'z nihoyasiga yetdi. Kengashda faol ishtirok etganliklari uchun uzoq yurtlardan, Andijondan, Farg'onadan kelganliklari uchun haligi vaqtlarini aylamasdan ilm fanga vaqtlarini fido etib baxshiylik qilganliklari uchun hammalaringga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Onlayn qatnashayotgan hamkasblarimizga, kengash a'zolarimizga ham rahmat aytamiz. Chunki uzoqdan kelisholmagan bo'lsa ham mana onlayn qatnashdilar. Savol javoblarda o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Demak, ustozlarga, hamkasblarga rahmat aytamiz. Yanagi navbatdagi himoyalargacha sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashamiz. Rahmat. Somlarni sarf etdi.